mahalliy tilda abirband deb ataymiz. Bu bulutni bog'lash degan ma'noni bildiradi. Ikat abrli matolar tayyorlash 37 ta jarayondan iborat. Hunarmand ustalar va 20-25 ta ayol. Mana biz qo'limizga kalava olgan holatda kalavani biz yuvishdan keyin davraga beramiz. Davrakash bizga matoni uzunligini va uni biz aytgan sonida ipaklar sonini qo'yib beradi. Davrakashdan keyin u qatchiga o'tadi. Qatchi uni bizni chizuvimizga tayyorlab beradi, qatlab beradi. Endi bizga mato tayyorlash uchun u qatlardan kelgandan keyin biz qatni qirg'oqqa tortgan holatda unga chizuv beramiz. Chizilgandan keyin har bir gulini zarurat joyini biz bog'lab chiqamiz. Bog'lab, ya'ni ko'mish deyiladi, ko'mib chiqamiz. Tabiiy bo'yoqlarda bo'yaladi asosiy jarayon. Bunda biz o'simliklardan foydalangan holatda bo'yab chiqamiz. Bo'yalgandan keyin bu ochuvga beriladi, ya'ni bu ochuvchi bu quritib ya'ni yana kalava holatga, uzun ip holatga keltirib beradi. Gula, ya'ni gulada shu bug'uga tayyorlash holat va bunda albatta matoning go'zal chiqishi mana shu insonlarning qo'lida mehr bilan tayyorlanganiga bog'liq. Yigirma yoshdan beri shu ish bilan shug'ullanaman. 3 nafar farzandim bor. Nasrlarimiz olib keladi. Kelgan ipagimizni bu uskunaga tortib, qo'lda kanda to'qiymiz. Ustasiga 50-60 metrdan ish beramiz. Mana xonatlasimiz qadimgi ota-bobolarimizdan qolgan meros. Bu milliy kiyimlarimizni qirollarimiz oilasi, qirolichalar ham kiyishgan. Men qilayotgan hunarimdan xursandman. Qilayotgan ishimizni o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz, davom ettiramiz.